Assalomu alaykum. Men ismim Muhammad Hafiz. Sizlar bilan men Xorvatiyada hozir anchadan beri ishlab kelyapman. Bu video olishim nima deydi? Bu Xorvatiyada ko'p o'zbeklarimiz bor, yangi kelayotganlar bor. Birinchi video darslik deb nima qilamiz? Xudo xolasa, nima yordam kerak bo'lsa, nima bilmagan narsalaring bo'lsa, men o'zim video qilib chiqarib aytsalaring qanaqa qilib videolar nima qilib beraman. Xudo xolasa, mana bugungi darsimiz biror kishi bilan uchrashish, xorvat tili lug'ati. Misol uchun kimdirlargadir inglizchada hello deb chaqirsalaring, bu yerda zdravo yoki yana bok bor. Bok salom degan ma'noni bildiradi. Keyin kunlik salomlashishlar, ertalabki, kech paytga, kunduzgi, shunaqangi. Xayrli tong, доброе утро deb aytiladi. Ertalabda ko'p bu xorvatlar доброе утро deb ko'proq ishlatadi. Keyin ertalabdan obed paytida dobrdan, xayrli kun degan ma'noni bildiradi. Dobrdan. Keyin kech payt, kech tush mahali, oqshom mahalida xayrli kech, добрый вечер deb ataladi. Добрый вечер. Keyin misol uchun uxlagani yoki kimdir uxlayaptimi, unga aytiladigan gap laku noch, xayrli tun. Laku noch, xayrli tun. Keyin birorta kishi bilan ko'rishingizda bok deysiz. Keyin kakose deysiz. Kakose bizda qalaysiz, yaxshimisiz degan. Dobro. Dobro yaxshi degan ma'noni bildiradi. Men hozir kunlik davomidagi gaplashib ketadigan nimalarimizni aytib ketyapman. Bu yerda lug'atlarimni sizlarga sekin-sekin tushuntirib boraman. Misol uchun biror kishini ismingiz nima demoqchi bo'lsangiz, kako siz zovish deysiz. Kako siz zovish. Sizning ismingiz nima? Kako siz zovish. Kimdir aytadi, siz kako siz zovish desiz, Nao deyishi mumkin. Ismini aytib, moje imya Nao, moje imya Andrey, moje imya Luka. Shunaqa ma'noni bildiradi. Undan siz qayerdansiz deb so'ramoqchi bo'lsangiz, odaklisi deb murojaat qilasiz. Odaklisi. Qayerdansiz? Shunaqa degan. Я сам xorvatska, я сам uzbekska, я сам indiyska. Shunaqa ma'noni bildiradi. Misol uchun, u odamni gaplashdingizda eshitmay qoldingiz. Shunda aytasizki, "Aprostite, не сам techuo." Men sizni eshita olmadim deb nima qilib aytasiz. Bularda xorvata gaplashish nimalarida ham hurmat bilan nima qilib aytiladi. Agar misol uchun undan so'ramoqsiz insondan, siz qayerda yashaysiz? Где живешь? Где живешь deb ma'noda murojaat qilasiz. Qayerda yashaysiz? Kimdir sizdan kakos etsa, siz murojaat qilasizki, dobro, hvala. Ati degani sizchi. Ruschaga tortib ketadi bu xorvat tili, o'xshash. Ana, xo'p, siz bilan ko'rishganimdan xursandman. Dragomie deb murojaat qilasiz. Dragomie, siz bilan ko'rishganimdan xursandman. Siz o'zingiz aytmoqchi bo'lsangiz, sizni ko'rganimdan xursandman. Dragomite videti. Xayrlashish nimasida ugodandan kuningiz xayrli bo'lsin. Davjeniya xayr. Videomusi ko'rishguncha degan ma'noni bildiradi. Ertaga ko'rishguncha videomusi sutra. Videomusi sutra. Davjeniya har doimgidek xayr. Shunaqa. Chao deb ham
ishlatishadi. Chao, davjeniya, keyin chao deb aytiladi. Shunaqa. Sutra ertaga degan ma'noni bildiradi. Вечер kecha. Ruschada вечер. Shunaqa. Turkchada gece, ertaga yarim. Shunaqa. Xudo xolasa, ana qo'ldan kelgancha videoda oldim, nima qildim, eshitib, o'zingizga foydali bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bu mening birinchi videoyim. Instagramdan videolar olib bordim. Xorvatiyani olib, nima qilib, faqat bitta o'zimligim uchun hozircha to'xtatdim uni. Videolar bor, xudo xolasa qo'yaman, nima qilaman. Buni anchadan beri niyat qilib yurganim o'zi shu video olaman. Shu kimlargadir foydasi tegadi degan ma'noda. Xudo xolasa, mana birinchi tanishish, suhbatlashish nimasini ham sizlarga tushuntirib berdim. Xudo xolasa keyingi darslarda ishda qanday gaplashiladi yoki ish qurollari nima ma'no nomi nima ularni ham xudo xolasa video qilib chiqaraman. Hammalaringga katta rahmat. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'linglar. Xudo xolasa podpishkada o'tirsalaring, like'lar bosib, kommentariyalar yozib, nima sizlarga kerakli bo'lsa video qilib chiqaramiz. Hindcha so'raysizlarmi? Hindchada ham bir ikkita so'zlar nimalarni bilaman yaxshiroq hindchada. Endi ish mavzusida shunaqangi hindcha hozir aytsam dars yana chalkashim nima bo'lib ketadi. Hindcha, turkchani ham yaxshi bilmayman, lekin tushunaman. Hindchada ham, keyin arab tilida ham faqat o'qishda bilaman-u, keyin gaplashish, ozgina gaplashish. Arab tili ham ko'pmas. Agar xohlasangiz sizlar uchun videoim yoqqan bo'lsa, обязательно sizlarga oz-ozdan darsliklar agar chiqarib boraman xohlasangizlar. Xudo xolasa ko'rishguncha, darsim yoqdi deb o'ylayman. Xayr.